Mana pashti 2 haftadan beri video chiqqani yo'q. Sen nima 2 hafta video qo'ymadingmi? Ha! Shunaqa payt obunachilarimning so'z bo'yligi oshgandir. Yo, what's up? Mening kanalimdagi 2 neger. Bugungi videomiz mod haqida bo'ladi. Bilamizki, Minecraftda modlar ko'p, ammo sizga kerakli modni topa olmayapsizmi? Unday bo'lsa bu videoni ko'rmang. Sababi men bu videoda mod topishni o'rgatmayman. Bugungi videoda Minecraftda serial uchun top 5 ta ajoyib modni sizlarga ko'rsataman. Videodagi modlarni opisiyaniyadagi havoladan o'tib olishinglar mumkin. Diqqat. Yana Telegram kanaliga o'tib mod qani deb asabni buzmanglar. Men opisiyaniyada mod kanalim deb qo'yganman. O'sha havola orqali modlarni topib olasiz. Qani bo'lmasa videoni boshlaymiz. Bizda birinchi mod bu telefon va pul modi. Bu modda siz har xil telefonlarni, даже iPhone'ni ham ko'rishingiz mumkin. Bu modda pasport, plastik karta, pul ham bor. Bu mod serialingizga asqotadi. O'sha uchun yuklab oling, bo'lmasa o'qib boraman. Albatta Telegram chatimga ham qo'shilib qo'yinglar. Keyingi modimiz fizikal narsalar modi. Bu mod bilan siz Minecraftni juda ham realizm qilib yuborasiz. Bu mod любой bitta blokka gravitatsiya qo'shadi. Bu mod sizga serial olishingizga juda ham asqotadi. O'sha uchun modni yuklab oling. Navbatdagi mod bizda F5 modi. Bu modni ishlatish uchun birinchi bo'lib nastroyka bo'limini bosishimiz kerak. Shundan so'ng bizda mana shu tugma paydo bo'ladi. Bu tugmani bosgandan keyin o'zimizning orqamiz va yuzimizni ko'rishimiz mumkin. Bu mod haqida ko'p gapirib o'tirmayman. O'sha uchun o'zlaringiz yuklab olinglar. Keyingi mod bizda mebel modi. Bu mod yordamida siz videolaringizga juda ham ko'p mebellarni qo'shishingiz mumkin. Xonada yopinchig'imni ham maqtanib o'tayda. Bu modda kamera, gamerlar uchun stul, mehmonlar uchun stul, soat va bir nomini bilmayman. Xullas modda juda ham ko'p mebellar bor. Bularni seriallarga qo'shsanglar juda ham mazza qilasizlar. Xullas modni yuklab olinglar va o'rgatinglar. Xo'sh bo'llar, keyingi modimiz bizda avtomobil modi, lekin uni videoga olib bo'lmayapti. Qaysidir sabablarga ko'ra bilmadim, lekin Minecraftga uni qo'shib ekran zapisini yo'qsam, video zapis o'chib qolyapti. Xullas, videoni olib bo'lmayapti. O'sha uchun men uni Telegram kanaliga joyladim. Telegram kanaliga o'tib buni yuklab olishinglar mumkin. Hammaga xayr, sizlar bilan Shekir bo'ldi.